Kurasan bulochkalarni tayyorlab o'zingizni yeyishdan to'xtata olmasangiz, keyin mendan xafa bo'lib yurmang. Iliq sut, tuxum, yog', shakar, dro'jlarni solib aralashtiramiz va oz-ozdan un solib qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni oshirishga qo'yib 1 soat kutamiz. Mana xamirlar ham tayyor bo'ldi. Endi kichkina zuvalachalar qilib o'nga bo'lib olasizlar. O'nga bo'lingan xamirni har bittasini un sepib yupqa qilib yoyib olamiz va xona haroratidagi sariyog'larni surib, ketma-ket shu tarzda xamirlarni taxlab olasizlar. Tayyor bo'lgan xamirimizni eng ustki qavatiga sariyog' surilmaydi. Qavat xamirimizni katta qilib yoyamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib kesasizlar. Orasiga xohishga ko'ra Nutella, jem, murabbo, mak, xohlagan narsalarni qo'yib dumaloq qilib o'rab, ustiga tuxum sarig'ini surib 180 gradusda pishirib olamiz. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va kommentariy qoldiringlar.